bitta elektron ko'chish holati, bitta elektron ko'chish. Xo'p, D qobog'ining yarim to'lishi kuzatiladi. Yarim to'lishi. Masalan, D da 10 ta elektron ketadi maksimal. 5 ta bo'lsa yarim to'lish deyiladi. 10 ta bo'lsa to'la to'lish deyiladi. Tushunarlimi? Endi qaysi elementlar desa, birinchisi xrom, ikkinchisi molibden. Xromning elektron konfiguratsiyasi 4s2 3d4 bo'lish kerak edi. Klichkovskiy qoidasiga ko'ra shunaqa bo'lish kerak edi. Buni elektron konfiguratsiyasi 5s2 4d4 bo'lish kerak edi. Bu elektron Klichkovskiy qoidasiga ko'ra biz yozadigan qoidaga ko'ra shunaqa bo'ladi. Aslida s to'lib keyin d ga o'tadimi? S to'lmay turib d ga o'tmaydi. Aslida shunaqa bo'lish kerak edi, lekin izlanishlar natijasida shuni ko'rsatibdiki, bu elementlarda elektron konfiguratsiya bunaqa emas ekan. Balki 4s1 3d5 ligi aniqlanibdi. Tabiatda shunaqa uchirar ekan, bunaqa uchramas ekan. Demak, bunaqa yozsak to'g'ri bo'lardi Klichkovskiy qoidasiga ko'ra. Lekin izlanishlar natijasida bunaqaligi aniqlanibdi. Demak, shuning uchun bundan bunga o'tdi, biz ko'chdi deb ketamiz. Aslida ko'chmayapti, shunaqa holati bor ekan. Tushunarlimi? Masalan, Amirbek ismida i bor deb o'yladik, lekin Amir i bo'lmaydi. Masalan, Umrzoq deysiz, biz undosh unlilar emas, undosh tovushlar ketma-ket qo'shilib ketadi-ku. Biz qoidaga ko'ra bunaqa i bor o'rtada deb o'ylasak.